Eng katta ne'mat bu salomatlik, sog'liq ne'mati. Bu so'zlarni bejizga albatta ta'kidlayotganimiz yo'q, sababi shifokor maslahat sahifasiga navbatimiz yetib keldi. Studiyamiz mehmon Namangan shahridagi 10-oila poliklinikasi oilaviy shifokori Javohir Mirzo Ergashev tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Men ham juda ham xursandman. Nimaga deganda, bizni telestudiyamizga maslahat beradigan, sog'lom turmush tarzi haqida to'g'ri ma'lumotlarni beradigan odamlarning o'zi aslida shunaqa turmushda yashayotgan insonlarda. Bunaqa mutaxassislardan maslahat olganda insonga haqiqatan ham ong ostiga joylashadi va sizlarning energiyalarini his qilamiz biz. Shu ma'noda bugun mana sog'lom turmush tarzi eng ommalashgan mavzulardan hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha piyoda yurish juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz hayot tarziga kirgizdi yoki bo'lmasa borgan sari sog'lom ovqatlanish. Har bitta o'sha mahsulotlarni xarid qilayotganimizda eng sifatlilarini xarid qilish. Ko'p bo'lmasin, lekin kam bo'lsin, sifatli bo'lsin. Tamoyil asosida yashashga harakat qilyapmiz. Endi Adibaxon, bu targ'ibotlarimiz besamar ketmayapti. Samarasini aks ettiryapti. Mana piyodalar yo'lakchasi shahrimizda ham qarang, anhor bo'ylarida tashkil etilgan. Bu yerda odamlarni ko'rasiz. Oddiy misol o'zimizni xonadonimizda meni onam ham ertalabda badan tarbiya qilayotganlar. Ofarin. Bu ham bejizga. Endi sog'lom ovqatlanish ratsionni yo'lga qo'yib olsak bo'ldi. Shu kechqurun quyi ovqatlarni kamaytirib olsak bo'ldi. Umuman kechqurun ovqatlanishni qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi? Nima qilishimiz kerak? Bugungi kunda ko'proq qanday kasalliklar aynan nosog'lom ovqatlanish tufayli ko'proq yuzaga chiqayapti? Siz oilaviy shifokor sifatida o'zingiz tajribalaringiz bilan bo'lishsangiz. Xo'p, sog'lom turmush tarziniga rioya qilishimiz uchun avvalambor sog'lom ovqatlanishdan boshlashimiz kerak. Sog'lom ovqatlanish deganda, ya'ni biz ratsional ovqatlanish kun tartibiga e'tibor berishimiz kerak. Bizda kun tartibida ratsional ovqatlanish deganda ko'pchilik to'g'ri, toza, pokiza mahsulotlardan, kaloriyaga boy mahsulotlardan nazarda tutishi mumkin. Bu katta xato. Ratsional ovqatlanish bu nima? Ratsional ovqatlanish bu bizning kunlik ehtiyojimizga kerakli bo'lgan miqdorda ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishimiz. Agar biz o'zimizni qilayotgan mehnat faoliyatimizda kam harakat qilamiz, lekin ko'p ovqatlanadigan bo'lsak, demak bu noto'g'ri. Ya'ni biz o'zimiz yeb yig'ayotgan kilokaloriya energiyamizga nisbatan sarflaydigan energiyamiz mana shunga mutanosib bo'lishi kerak. Agarki biz sarflaydigan energiyamiz kam bo'lsa, ya'ni kasbdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'tirib ishlaydigan xodim bo'lsak, biz demak buni me'yorida iste'mol qilishimiz kerak. Qarang, keling, shu yerda temirni issig'ida bosishimiz kerak edi. Deylik, men bugun tushlikka bir issiq kabob yedim. To'g'ramchi. Shuni kaloriyasini yetarlicha o'sha ishlatishim uchun qancha harakat qilishim kerak, nima harakat qilishim kerak? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Masalan, siz kabob mahsulotini yedingiz, to'g'ramchi. Xo'p, siz buni yeganingizda, misol uchun bizda oqsillar bor. Inson organizmiga juda ham kerakli bo'lgan bu oqsil hisoblanadi. Oqsillarimizni ikki xil toifaga bo'lamiz. Bular sifatli hamda sifatsiz mahsulotlar. Sifatli oqsillarimiz bu aynan mana shu siz aytib o'tgan go'sht mahsulotlarimiz, baliq, tuxum mahsulotlarida bo'ladi. Sifatsiz oqsillarimiz esa bu ko'kat o'simliklar va mevalarimizda, sabzavotlarda bo'ladi. Demak, siz sifatli oqsil mahsulotini iste'mol qildingiz. Demak, siz mana shuni iste'mol qildingizmi, siz bunga yarasha energiya sarflashingiz kerak. Bu jismoniy energiya. Jismoniy energiya bo'lishi kerak. Men hozir Guldastada deyarli 3 soat o'tiraman-ku. Aqliy energiya ham siz sarflaysiz, lekin jismoniy sarflagan energiyangiz bu sizga juda ham yaxshi energiya beradi. Masalan, nima uchun biz uyda o'tirib olib 2 soat, 3 soatlab kitob o'qishni targ'ib qilmayapmiz-u, 5000, 10000 qadam yurishni targ'ib qilyapmiz. Nimaga? Chunki biz harakat qilishimiz kerak. Inson harakat qilganda qon aylanish sistemasi yaxshilanadi. Demak, kamida mana shu studiyadan chiqqandan keyin shu bir kabobni yaxshigina hazm qilib yuborishim uchun men buni amalga oshira olaman, lekin. Ha, mana shu to'g'ri bo'ladi. Sport kiyimini kiyib va demak o'ylashib taomlanishimiz kerak ekan. Bizda unaqa emas. Bu yerda o'tirgandan keyin uyga borib yana ovqatlanamiz. Bu mana shu gapingizga men aytib o'tib ketaman. Ratsional ovqatlanishi biz masalan foiz hisobida bo'lib o'rganganmiz. 15% bu ertalabki nonushta uchun. Tushlik uchun esa kun davomidagi iste'molning eng ko'pini, ya'ni 30-35% ni iste'mol qilishimiz kerak.
bizda kechki obed tushunchasi bor. Mana shuning uchun esa 15%, 10% gina yetadi. Kechqurun tushlikka esa 20% gina yetadi. Iste'mol Bu qilishimiz degani kerak. salatlar deganimi? Yo'q, 20% nimaga? Ovqat mahsulotlari bor. Faqat bu ovqat mahsulotlarini o'ta to'yib ketgan darajada yemasligimiz kerak. Xalqimizda shunaqa gap ham bor-ku, kechki ovqatni dushmaning bilan ye degan. Va bu to'g'ri. Va bu to'g'ri. Yana bir narsani eshitdim, bu endi qay darajada fanda tasdiqlangan bilmadim, lekin mutaxassis sifatida munosabat bildirishingiz mumkin. Albatta. Shunaqa bir taom tanovul qilamiz. Gohida o'zimiz yaxshi ko'rgan taomni inkor etmaymiz. Haligi ko'p yegimiz keladi-da. Yegan O'zimiz sari yaxshi yegim ko'rgan keladi. taom yegan sari yegim keladi. Rahmat, oy degin kelar. Xo'p, yeganda shunda ozgina o'rtada tanaffus qilishimiz kerak ekan. Miyaga to'ydim degan signal borish uchunmi? O'shani qay darajada bu tasdiqini topgan? Bir kishi shunaqa deb qoldi, shu taom tanovul qildingiz, lekin qorningiz to'ymadi. Buni miyada hali komanda bo'lmadi, lekin shuni ozgina to'xtatsangiz, keyin kelishingizga boyagi ishtahangiz, haligi sezsangiz Alibaxon yo telefon kelib qolishi mumkin, yo qanaqadir bir holat bo'lib qolishi mumkin. Haligi avvalgi ishtaha qolmaydi qanaqadir. Bu yaxshi aslida. Endi qarang. Hop, sizning savolingiz juda ham o'rinli, bu juda ham to'g'ri savol. Sizni ham gapingizni eshitdim, aytib o'tdingizki, miyaga oshqozonda shu to'ydi degan signal borish uchun. Yo'q, oshqozonga to'ydi degan signalni borish uchun biz masalan ko'p miqdorda suv ichsak ham oshqozon to'ladi, to'ydi degan signal boradi yoki shunga o'xshash xlopiya mahsulotlari bor, bilasiz, parhez taomlar, dietический deydi buni. Mana shularni iste'mol qilganda ham miyaga to'ydi degan signal boradi. Endi akamizni aytganlari bo'yicha mana o'zi aytyapsiz, juda ham yaxshi ko'rgan ovqatingiz. Misol uchun men oshni yaxshi ko'raman. Qancha yesangiz yegingiz kelaveradi. Lekin shunaqa qilishimiz kerakki, biz oshni yeyapmizmi, ozgina miqdorda chegarani, me'yorini bilgan holda, ozgina yetmagan joyiga salat mahsulotlari, mevalardan iste'mol qilsak, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, nafsni tarbiyalash haqida gap ketadi. Har qanday holatda. To'ppa to'g'ri, ba'zan o'sha to'q bo'lsak ham, ming martada signal borgan bo'lsa ham, lekin yegimiz kelgan narsani Osh maza bo'pti-da, baribir shu yana bir qoshiq olib qo'yaylik. Keyin yuraveramiz. Qanaqasiga seviraman? Aslida rosa yegan bo'lamiz. Suv ichsam ham sevirib ketaveraman-da. Lekin bo'lsa o'sha qon bosimi, aynan mana shu albatta ko'p mana shu yeyishdan. balapartish ovqatlanish yoki me'yordan ortiqcha ovqatlanishimiz natijasida bizda surunkali kasalliklar, birinchi o'rinda semizlik, qandli diabet kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari kelib chiqadi. Tushunarli. Mana shularni oldini olish uchun biz albatta ratsional ovqatlanishga rioya etishimiz lozim. Rahmat katta deymiz, muhim ma'lumotlarni berganingiz uchun. Menimcha hayotiy suhbatlar bo'lyapti, ham qiziqarli, ham tushunadigan. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Keyingi safar bizga sog'lom ovqatlanish haqida iltimos ham qilgan bo'lar edik. Maxsus bir vositalar bilan odamlarga shu yetib boradigan miyasiga ko'rgazmali chiqishlar bilan kelinglar. Inshaalloh chaqirsani, Xudo xohlasa albatta. Albatta. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat, tashakkur.